sekinroq. O'zingni bos, yigitcha. Sendan askar tayyorlayman hali. Harbiy xizmat nizomining birinchi qoidasini bilasanmi? Jangchi harbiy xizmat hayotining barcha mashaqqatlari va cheklovlariga sabot bilan dosh berishi shart. Aytgancha, nega kostyumdasan o'zi? Nima, xizmatga ham bayramga borgandek boryapsanmi? Boshqa kiyimim yo'q. Kel, alishamiz, ha? Senga o'zimnikini beraman, ustiga sigaret ham qo'shib beraman. Endi senga baribir-ku. Men esa shaharga boraman. Qizlar diskoteka degandek, o'zing tushunasan-ku. Joyini topibsan. Nimasini aytasan? Harbiy xizmat emas, shirin tushga o'xshaydi. Sira uyg'onging kelmaydi. Bo'sh kelishdikmi? Albatta kelishdik. Zo'r yigit ekansan. Choyshabni ol. Albatta. Shirin tush degan. Ha. Nima qilyapsan? Joyingdan qimirlama deyapman. O'zingni bos, tinchlan o'g'lim. Bo'la qolmasin. Voy, nima qilyapsan? Xo'sh, nima deyotganding? Bosqin. Tinchlan. Nizomda mashaqqat va cheklovlar haqida nima deyilgandi? Ha? Nima? Qo'yvor, Ana, badbaxt. esingdami? O'ldiraman seni. Bo'ldi, yog'ini o'zing tekislab olasan.